Bismillahirrahmanirrahim. Allohning marhamati. Ko'rib olinglar. Alloh sizlarni rizqinglarda ko'rishlikni nasib qilganingizdlarga ham Allohning ajri bo'lsin. Buni mo'min musulmonlarga ulashlikka xizmat qilganlar, layk bosganlarni ham Parvardigori oilalari bilan, bola chaqasi bilan Masjidul Haramga, o'zining Ka'basiga va Jannatul Ma'alla qabrlariga kelishi nasib ro'za aylasin. Parvardigorning marhamati ulug'. Allohning marhamatidan umidvor bo'laylik. Ya Rabbim, Allohning marhamatidan umidvor bo'laylik. Mana biz Xudo xolasa Jannatul Ma'alla qabristonidamiz. Inshaalloh biz bu yerda Parvardigorning fazl marhamati bilan ziyoratda yuribmiz.